9-fevralda Alisher Navoiy tug'ilganlar. 14-fevralda Zahiriddin Muhammad Bobur tug'ilganlar. Shu 14-fevral tongida odatdagidan vaqtliroq telefonim jiringlab qoldi. Telefonni o'chirmayman. Qo'ng'iroq bo'lyapti. Kim ekan deb qaramadim ham. Shunoq alo desam, o'rtoq professor sizga savol bor deb qoldi. Tanish ovoz, o'zini tanishtirmasdan, salom bermasdan gap boshladi. O'rtoq professor sizga savol bor. Ovozdan tanidim, Saidali aka Odilov ekan savol berayotgan odam. Saidali Odilov o'sha paytda Yusufjon Qiziq Shakarjonov nomidagi teatr direktori edilar. Charxiy degan shoirning kuyovlari u kishi, qizlariga uylanganlar. Eshitaman Saidali aka desam, "Sizjon bu Boburni Agradagi bog'ini nomi nima edi?" deb qoldi. Boburni Agradagi bog'ini nomini variantlarini aytaveraymi desam, "Yo'q, menga aniq javobni ayting" dedilar. Aniq javobga bo'lmasa menga ozgina vaqt bering desam, 10 minut vaqt sizga dedi. 10 minut bo'lsa ham hanna dedimda o'rnimdan turib, yuz qo'limni yuvib, Boburga aloqador kitoblarni tutib ketdim. Mana shu jarayonda she'ram tug'ilyapti endi. Mana shu jarayon bilan bog'liq tug'ilgan Nabiraning savoli degan she'rni o'qib bermoqchiman. Faqat uni nabiralar jim o'tirib eshitishlari kerak. Zahiriddin Muhammad Bobur tug'ilgan kuni bo'ldi qiziq hangoma, so'ylab berayin shuni. Kattagina bir arbob qo'ng'iroq qildi sahar, go'yo bu qo'ng'iroqdan oyoqqa turdi shahar. Olmang deya malolga arbob menga shunday der, javob bering savolga janobi professor. Boburning Agradagi bog'in nomi ne edi? Javob topishga sizga 10 daqiqa vaqt dedi. Darsxonamdagi Bobur bisotini tuta ketdim, bir zumda ne kitobning boshdan so'ngiga yetdim. Tarixchi tanishlarga qildim bir qo'ng'iroq, shoshilganda jo'yali javob chiqmasdi biroq. Tong saharda kimga bu shunchalar zaril ekan, deya ensasi qotib choyga chorlaydi bekam. Muammodan boxabar bo'ldi kelin xonimlar, nafaqat bir oila, barcha tanish olimlar. Men bilan qo'shilishib kitob tutishar edi, bog'chaga shoshayotgan nabiram shunday dedi. Opoqijon kechiring, balki mening kallam xom, bog'cha opamiz uni degandi bog'i orom. Nabiramni bag'rimga bosib dedim, tasanno, sen aytmasang kechgacha yechilmasdi muammo. Bergan ekan savolni Charxiyning chevarasi, Saidali akaning suyukli nevarasi. Qarang hozir bolalar qanday sog'lom bilgira, nabira savoliga javob topdi nabira. Shunaqa bolalarimiz juda zukko bo'lib ketishyapti, juda aqlli. Telefonni, kompyuterni bizdan yaxshiroq bilishadi. Chet tillarni bizdan yaxshi bilishadi. Mana shu qizlarimiz, yigitlarimiz, o'g'illarimiz ichida hali katta adabiyotshunoslar, olimlar, san'atkorlar chiqishiga hech qanday shubha qilmaymiz. Bu juda kim yaxshi tinglab o'tirsa, undan zo'r odam chiqadi-da. Shuning uchun endi men yana bir marta o'qib beraman. Xo'p, endi men ayollarimiz ham ko'p o'tirishibdi ekan. Shu ayollarimizga, qishlog'imiz ayollariga bag'ishlangan she'rni o'qib bermoqchiman. 40 joni bor qishloq ayolin, shunga ham hech ko'ngli to'lmaydi. Po'qqis agar bussang hayolin, voy o'lay deydi-yu o'lmaydi. Ulguradi hamma narsaga, xizmat qilar uyda barchaga. Mardonadir ayol bo'lsa-da, voy o'lay deydi-yu o'lmaydi. Sahar turib sigir sog'adi, uyda qo'y novvos boqadi, pardozsiz ham elga yoqadi, voy o'lay deydi-yu o'lmaydi. Bolalarga mehri boshqacha, nabirasin boshlar bog'chaga, so'zlarining sehri boshqacha, voy o'lay deydi-yu o'lmaydi. Nabiramni uylasam deydi, chevaramga uy solsam deydi, bilsa hamki bilmasam deydi, voy o'lay deydi-yu o'lmaydi. Qishda tez chiroq o'chadi, yumushlari tunga ko'chadi, kuyoviga to'nlar bichadi, voy o'lay deydi-yu o'lmaydi. Arimaydi uydan mehmon, har kun yopar 2 tandir non, uning joni o'lmaydigan jon, voy o'lay deydi-yu o'lmaydi. Bo'sh turmaydi kunduz kechasi, buziladi ba'zan rejasi,
nabira bilan teng kenjasi voy o'lay deydi, o'lmaydi. Qaysi elda bor shunday xotin, uzr ochgan bo'lsam dil qatin, hech oshmasin uning diqqati, voy o'lay desin u o'lmasin. Shunaqangi mehnatkash xalqimiz bor, onaxonlarimiz bor, opaxonlarimiz bor. Mana shu opaxonlarimiz sog' bo'lsin, tanijonlari sog' bo'lsin. Singlisi yo'q akalar degan she'rim. Tuymas rayhon isini, singlisi yo'q akalar. Farqlamas gul tusini, singlisi yo'q akalar. Erkalashni bilmaydi, yor tanlashni bilmaydi, oddiy rashkni bilmaydi, singlisi yo'q akalar. Singil og'a demaydi, jiyan tog'a demaydi, ko'ksim tog'a demaydi, singlisi yo'q akalar. Bilinar o'tsa yoshi, yostiqqa tegsa boshi, muhayyo emas oshi, singlisi yo'q akalar. Xafa bo'lmang so'zimga, bejo boqmang ko'zimga, tushib yurmang izimga, singlisi yo'q akalar. Xo'p, singillarimiz sog' bo'lsin, farzandlarimiz katta yigit qizlar bo'lsin. Mana shunday to'ylar ko'p bo'lsin. Endi yana xohish istaklar bo'lsa, she'rlar o'qiramiz, shu yerdamiz. Sidiq aka, bitta ona haqida ham she'ringizni eshitaylik. Meni Toshkentdan E'zoz degan she'riy to'plamim bosilib chiqdi. Nishona nusxasi keldi hozir. Men so'g'liklarga yuboraman. Buncha tinmay bitasan qog'oz, de onam qilar e'tiroz. Bilsam unga jild kitob emas, kerak ekan e'tibor, e'zoz deb boshlangan shu she'r. Onalarimizga nima kerak? E'tibor kerak, jinday mehr kerak, muhabbat kerak. Meni ham 86 ga kirgan hoji onam borlar qishloqda. Men o'zim Rishtonni Buloqboshi degan qishlog'ida tug'ilganman. Mana shu yerda hozir hoji onamiz 86 ga kirdilar. Shu men o'zim Farg'onada yashayman. Hoji onani sog'inib yozgan bir she'rimni o'qib bermoqchiman. Sizga bor bitta arzim, ko'nasizmi onajon? Uzolmam sizdan qarzim, bilasiz-ku onajon. Bir nolan bolangizman, sho'x shodon bolangizman, uzoqman nolangizdan, sezasiz-ku onajon. O'g'lingizni ishi ko'p, ishidan tanishi ko'p, betimdan o'pib cho'lp-cho'lp yurasizmi onajon? Qishloqda kun botadi, shaharda tong otadi, o'g'lingiz dong qotadi, kelasizmi onajon? Gar tilasa momolar, o'zgaradi havolar, o'g'lingizni duolar, qilasizmi onajon? Bilib oldimmi mashqin, ilhomim kelar jo'shqin, yuragimga she'r ishqin, solasizmi onajon? Aldagani bola ham, qulay juda ona ham, ichingizda fe'limdan kulasizmi onajon? Dadamiz bo'lsa edi, baxtimiz ko'rsa edi, hammasini siz endi ko'rasizmi onajon? Boshingizda tuguncha, qayga sho'shasiz buncha, biznikida 5 kuncha qolasizmi onajon? Onalarimiz sog' bo'lsin. Bilasiz, hozir odamlarimiz mustaqillik yurti paytida o'zini yurtini obod qilyapti, boshqa harakatlar bo'lyapti. Lekin chet ellarga ketib, o'sha yerdan baxt izlab yurgan odamlar ham yo'q emas. Lekin aylanib o'rgilib o'zimizning uyimizdan baxt topar ekanmiz-da. Lev Nikolayevich Tolstoy degan mashhur rus adibini bilasizlar. Shu odam hayotining so'ngida shunday xulosaga kelgan ekan. O'z uyida baxtli bo'lgan kishigina baxtlidir deydi. Odam o'zining uyida baxtli bo'lmasa, ko'chada baxt bo'la olmaydi. Shuning uchun avvalo o'zimizning xonadonimizda baxtli bo'laylik, shu uyimizda baxtli bo'laylik. Shularni o'ylab turib yozgan bir she'rimni so'rashyapti, o'qib beraman. Qayerlarda ekan zar tilla, qayerlarda ekan toju taxt, deb kezarsan topilmas, ammo o'z uyingdan topilmagan baxt. Qidirasan notanish yo'ldan, gavhar to'la dengiz yo ko'ldan, topilmaydi sahroyu cho'ldan, o'z uyingdan topilmagan baxt. Bosh urasan mayxonalarga, qidirasan choyxonalardan, quchoq ochmas to'yxonalarda, o'z uyingdan topilmagan baxt. Baham ko'rmoq bo'lib kulfatni, qidirasan eski ulfatni, dard ustiga qo'shadi dardni, o'z uyingdan topilmagan baxt.
topolmaysan kayfu safodan, yo lahzalik bir bevafodan, ortiq hech ne bermas jafodan, o'z uyingdan topilmagan baxt. Omad izlab har turli ishdan, yo'l olasan olis xorijga, topilmaydi Rimdan, Parijdan, o'z uyingdan topilmagan baxt. So'ng qaytasan uyingga dilgir, seni zo'rg'a tanir bir kampir, atrofingda aylanar gir-gir, ostonangda kutayotgan baxt. Sog' bo'linglar.